Akalar, nimaga bizda shunaqa doim не только mana shu O'zbekistonda o'zida emasda, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston bo'lsin, hamma joyda bo'lsin, nimadir bo'lsa hamma yordam bergisi kelib qoladi. Uy berib yuboramiz, pul berib yuboramiz, falon qilgisi kelib qoladi, piston qilgisi kelib qoladi. Или bizni odamlar shunaqa publichniy yordam berishni yaxshi ko'radimi, bilmayman men. O'zi bunaqa temalar gaplashishimiz kerak emas, bilmayman, shu gapirishim kerak bo'lib qolibdi shekilli-da. Nimaga biz shunaqamiz? Kimisidir o'lib qolsa yordam beramiz, kimisidir invalid bo'lib qolsa yordam beramiz. Hozir mana shu Tojikistonni yosh go'dakda endi bu shu yerda o'ldi, olib borib endi e'zozda, hurmatda, taxtchada o'tkazishib, uylar berishib, mashinalar berishib, pullar berishib, nima qilish kerak bo'lsa qilishyapti-da. Shuni ertaroq qilganinglardachi, shu ayol bu yerlarga kelib sarson bo'lib bola chaqasini o'qitaman deb qiynalmagan bo'lasidi. Endi meni gapirganim itti ko'tiga bo'ladi-yu, gapirib qo'yaveray, hech yo'q. Shuni mana shunaqa bo'lib pachag'i chiqib ketguncha kutmasdanchi, ashalik yordam berib yuboradigan valomat akalar, san e'tiborli bo'linglarda, tiqilib yotibdi yana shunaqa odam. Vot bir balo bo'lib qoladi. Vot bir balo bo'lib qoladi. Narsa bo'lishini kutib o'tiraverasizlar ekanda, uni o'rniga men o'zinglar ham izlanib qo'yaveringlar, ras yordam berginglar kelayotgan bo'lsa. Keyin internetga chiqib olib baqiraveringlar. Men yordam berdim deb. Qachonki bir nima bo'lib, bir falokat bo'lganda yordam beraman men bunga demasdan, shu falokatlarni oldini olaylik deymanda. Kimgadir nimadir bo'lib qolsa, shunda yordam beraman demasdan, har kuni ochyapman internetda, kimdir pul beribdi, kimdir uy beribdi. Oh, prezident singlisimi, opasimi, xotinimi kim $30,000 beribdi, falonchi uy beribdi. Endi unga nima qizig'i bor? O'zinglar o'ylab ko'ringlar. Xuddi endi bitta bolasi qolibdi, yo bittasi o'lib ketdi-yu. Yosh go'dak o'lib ketdi-yu. Endi to'g'ri, shunda ham qilyapti-yu, nima gapiryapsan? Shuni ertaroq qilganinglarda shu bolalar uyda yurgan bo'lardi, hozir o'ynab, kulib, maza qilib. Xudo deysan-da. Shunga akalar kutmanglar, boshiga bir ish tushib qolishini kutmay qo'yaveringlar. Yordam beradigan bo'lsanglar, ertaroq harakatinglarni qilinglar. Qachonki boshiga tashvish tushishini kutmasdan, malades, o'zi yakka boshi bilan shuncha harakat qilib, eplab-seplab o'qitayotgan ekan, shuni bilganda kimdir shunaqa qiynalib yurganligini. To'rtta jupka chiqib, uyim yonib ketdi desa, pul tashlashni bilasizlar, biladi. O'tirib olib, yana bittalari bor hozir, aytaman keyin. Nima YouTube'da o'tirib olib qimor o'ynatishyapti ekan. Harb bo'lib o'tirishibdi bular. 30,000 qoldi, 10,000 tashlasangiz 20,000 yutib olasiz desa, men tashlayman deb o'tiribdi ana. Ya, kulgim qistab o'tib ketdim, lekin o'tirishibdi odamlar, shunga ishonyapti. Ashlarni ham bir nima gaplashamiz yana.